Assalomu alaykum. Mana biz bugun ko'chatlarimizni Andijon viloyatiga yuboryapmiz. Marhamat dehqonboy, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa mana limon ko'chat olib ketyapmiz Andijonga. Ismim O'xtanbek. Xudo xolasa yurayapmiz. Marhamat, qani oq yo'l, bemalol. Mana xudo xolasa ko'chatlarimiz Andijonga sog'omon yetib boradi degan umiddamiz. Mana ko'chatlarimizni bu yerni ham tanishtirib o'tamiz. Endi ba'zi birovlar o'zimni ko'rsatma deydi. Mana bu esa o'zimizni Olot tumaniga, o'zimizni shogirdlarimizga Olot tumaniga ketadi. Mana bu yoq esa mana o'zimizni Peshku tumaniga, ichki bozor deydi, mana o'zimizni dehqonlarimizga ketadigan bo'ldi. Xudo xolasa biz ko'chat tarqatishni, ko'chat ekishni katta miqyosda boshladik. Xudo xolasa kimga ko'chatlar kerak bo'lsa bemalol. Mana hozir mana bu ko'chatimizni Andijonga yuboryapmiz. Xudo xolasa Andijonga sog'omon yetib borsa, Andijonga ham yangi limon bog'lar barpo qilinadi degan umiddamiz. Xullas, Peshku limonchilik maktabiga xush kelibsiz aka. Rahmat.